بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Ushbu hadis ham Abu Zar Jundub ibn Junoda radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Bu zot bilan avvalgi hadisimizni boshida tanishib o'tdik. Tabiatida hidda, tezlik borligi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu sifatlarni bilganlari uchun ham sen ikki kishining orasida hukm qilmagin deb aytgandilar. U zotdan rivoyat qilinadi, ya'ni Abu Zar roziyallohu anhudan Jundub ibn Junoda o'zlarining ismlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashablaridan bo'lgan bir odamlar deydi. Unasan, ya'ni insonlar, odamlar. Ko'p hadislarda, oyatlarda qavm deyiladi, odamlar tushuniladi. Gohida bir mintaqa tushuniladi, gohida bir millat tushuniladi. Ismi jins qavm hammaga ishlatilaveradi. Unasan, insonlar, bu ham odamlar degani, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashablaridan hammasi emas, ba'zi bir qismi, ba'zi bir insonlar. O'zi min kalimasi, min ashabi Rasululloh deyapti, min kalimasi ba'zi ishlatiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashablaridan ba'zilari aytishdi. Bular kimlar edi? Tabiiyki, qo'lida yo'qroq, kambag'al insonlar edi. Ular islom dinidagi amallarni, savoblarini ko'rishib, dunyoda boylar kabi yasha olmayapmiz, hech bo'lmasa shu amallarimiz ulardan ustun bo'lsin degan g'am bo'lar edi. Iymon qalbga o'rnashsa xuddi shunday bo'ladi. Tabiiyki, inson dunyoda hamma o'zining hayotini bir-biridan solishtiradi. Hatto kofirlar ham solishtiradi. Shuning uchun Muaviya roziyallohu anhu oldiga yahudiylardan biri kirib aytgan edi-da, nima degan edi? Sizlar da'vo qilmaysizlarmi? Bu dunyo mo'minni qamog'i, kofirni esa jannati derdilar. Seni yashovingni qara, xalifasan, meni yashovimni qara, yahudman, ahvolimni qara deydi. U paytda yahudlari kambag'al bo'lgan, ha? Shu bir suhbatlarimizdan birida to'ylarda aytdik shekilli. Gerakl kim bo'lgan? Folbin bo'lgan. Yulduzlarga qarab fol ochuvchi bo'lgan. U kunlar birida fol ochadi. Qarab turib, hali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilmagan, u zot hayotlar, tirik. Fol ochadi-da, unga jinlari yordam berib, tezda uni saltanatini xatna qildiradiganlar egallashligini u biladi. Va askarlarga aytadi, borib bilib kelinglarchi, kim ko'proq, kim xatna qiladi. Birasa nasroniylarda xatna qilish yo'q. Yahudlarda bor. Shu dunyoda xatna qilishga qarshi chiqqanda ham buni qoralab chiqqanlar doim yahudlar bo'lib chiqadi. Musulmonlar bilan bir qatorda yahudlar ham qarshi bo'lib chiqadi. Yo'q deydi. Xatna kerak. Xatna bu pokizalik. Erkak kishi uchun bu juda ham lozim, zarur. Endi ularning dinida saqlanib qolingan yahudlarda. O'zi odatda bu xatna kimdan qolgan sunnat bizga? Ibrohim alayhisalomdan. 80 yoshga kirganlarida, agar adashmayotgan bo'lsam, hadisning lafzida yo 90 yo 80 yoshida. 80 ga kirganlarida, men hozir hayolimga, zehnimga 80 yosh kelyapti, o'zlari xatna qilganlar, ha? Qiyin 80 yoshda xatna qilish. Shuning uchun nasroniylarga ham, xristianlardan kim sizni iymonga kelsa, islomni qabul qilsa, unga birinchi aytiladigan narsa shu ish.
xatna qilasan deyiladi. Lekin ahli ilm aytishadiki, bu farz amal haqiqatan ham. Farz. Faqat bu farz amal qodir bo'lgan insonga. Qodir emas insondan o'sha farz amal biroz tushib turadi, soqit bo'lib turadi. To qodir bo'lgunga qadar. Bu Herakl qarasaki, xatna qiladiganlar uni saltanatni egaldirgan. Borib askarlari atrofini o'rganib kelishadi. Yahudlar xatna qilishar ekan deydi, ulardan qo'rqmang deydi. Juda xor deydi. U davrlarda yahudlar xor yashagan. Yo'q, saltanat hozirgi kunda o'sha kuchga ega bo'lmagan ular. Saltanatga ega bo'lmagan. Dunyoni boshqaramiz deb dunyoni da'vo qilib, xohlagan davlatiga, xohlagan ishini, siyosatini qo'llaydigan darajaga bu paytda chiqishmagan edi. Endi hozir shuni olib qarashdi bular. Ilohim Alloh qanday kuchga kirishgan bo'lsa, xuddi shunday ularni hiyla va nayranglari bilan, iqtisodlari bilan, o'sha maqtanayotgan kuchlari bilan o'zlarini halok qilgan bo'lsin ilohim. Va musulmonlarning qo'li bilan halok qilgan bo'lsin. Va zotan bu narsa bo'ladi qiyomatdan oldin musulmonlarning qo'li bilan ular halok bo'lgaylar. Keyin yana aytishadiki, arablar ham xatna qilishar ekan deydi. Arablar. U keyin e'tiborini qaysiga boradi? Arablar. Chunki askarlarning o'zi buni tinchlantirib qo'yadi. Xavotir olmang yahudlardan, bular xor deydi. Bular xor hozirgi kunda. Shu saltanati yo'q, kuchi yo'q, ko'chada sarson, bechoralarni Haybar degan katta bir boy yurti bor edi Madinada. Boylari ularni ham musulmonlar payg'ambarimiz Ali roziyallohu anhu yuborib sahnalarga kirib boradi, bilasizlar, fath qiladi u diyorlarni. Hamma g'animalar musulmonlar qo'liga o'tadi, boyliklar. Ularga ozgina muddat payg'ambarimiz yashab turishga izn beradi Madinada. Keyin Amirul Mu'minin Umar roziyallohu anhu butunlay ularni Madinadan quvg'in qiladilar, chiqarib yuboradilar. Yahudlar xor yashagan. Xoru zor bo'lib kelgan. Ilohim shunday kunlarga yana qaytishsin. Shunda bu yahudlardan biri aytayaptiki, Muaviya roziyallohu anhuga, sen mo'minsan. Men sening aytingda kofirman. Dunyoda seni yashashingni qara-yu, meni yashashimni qara deb aytadi. Muaviya roziyallohu anhu ha deydi, bu gap to'g'ri gap deydi. Qiyomatga boramiz inshaalloh. Qiyomat kuniga borganda senlar u yerdagi senlarga tayyorlab qo'yilgan azob, jazoni ko'rishgan paytingda mana bu yashab yurganing sen uchun jannat bo'lib qoladi deydi. Va men esa u yerga borganimda mu'min bo'lganim uchun, iymonim uchun menga tayyorlab qo'yilgan jannatni ko'rgan paytimda mana bu hayotim, kursim ham hamma narsa muhayyo bo'lishligi u zotga. Bu men uchun bir qamoq bo'lib qoladi deydi. Jannatni sifatlab shunday deydi. Haqiqatan ham ana shunday. Jannat bu dunyo mu'minning jannati, kofirning esa do'zaxi. Hatto kofir ham o'sha narsani solishtirib yashaydi. Mu'minlarga qarab turib, oxirat biroq ichida ahli kitob bo'lganlari biladi oxirat borligini. Nasroniylar ham bilishadi oxirat borligini, yahudlar ham bilishadi oxirat borligini. Faqat bu yahud badbaxtlar, bular Qur'oni Karimda Alloh taolo ko'p oyatlarda bularni sifatlab Allohga bo'lgan hurmatsizliklarini, payg'ambarlarga bo'lgan behurmatliklarini ko'p hikoya qiladi. O'shunday so'zlaridan biri bularni. Biz shu shanba kuni osiylik qilganmiz deyshadi. Bular nafaqat shanba kuni osiylik qilgan. O'z osiyliklari ko'p, payg'ambarlarni qatl qilishgan. Zakariya alayhisalomni, Yahyo alayhisalomni, Iso ibn Maryamni ham qatl qilishgan. Hatto da'vo qilishadi, xursand bo'lib aytishadi, uyalmasdan. Biz deyshadi, Iso ibn Maryamni o'ldirganmiz deyshadi. Va qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam deydi Alloh taolo. Ularni Iso ibn Maryam Masihni biz o'ldirganmiz degan gaplari sababli deb Alloh taolo alohida bularning gapini ta'kidlab o'tadi. Ha, bular shunday deb maqtanishadi bular. Isoni biz o'ldirganmiz deb da'vo qilishadi. Hatto payg'ambarimizni ham o'ldirishga bir necha marotaba haris bo'lib harakat qilishgan. Oxiri bir yahudiya ayol kelib payg'ambarimizni zaharlashga ulguradi. Taomiga zahar qo'shadi. U taomdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam taom tanovul qiladilar. Zaharni o'zlarida sezadilar. Lekin Alloh taolo mo'jiza sifatida Alloh oyatni nozil qilgan edi. Vallohu ya'simuka minan nas. Alloh odamlardan sizni saqlab qoladi degan oyat tushgan edi. O'shandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bironta tansoqchini ham olmay qo'ydi oldiga. Anas roziyallohu anhu eshitay turganda o'sha tushgandan keyin Anasga borib ketaver dedi. Anas roziyallohu anhu. Bo'ldi ketaver, meni Alloh o'zi saqlar ekan dedi. Du'surni ham qissasini bilasizlar. Payg'ambarimiz bir daraxtning soyasida dam olib turganda kelib payg'ambarimizni qilichini olib turib, "Ey Muhammad, seni mendan kim himoya qiladi?" deganda, "Qo'rqmasdan Alloh" dedi. U xotirjam gapirishligi uni qo'rqitib yuboradi. Qo'li qaltirab, qo'ldan qilich tushib ketadi.
va bir qabilaning boshlig'i bo'ladi u. Payg'ambarimiz qilishda o'zaro olatlarda, "Yeni mendan seni kim saqlaydi?" desa, hech kim deydi. Payg'ambar qo'yib yuboradi, lekin u keyin bu narsani ko'rib iymon keladi. Iymoni go'zal bo'lib ketadi. Payg'ambarimizni Alloh taolo saqlab qo'ygan edi. U yahudiya ayolni qilgan zahri payg'ambarimizga zahri ta'sir qilmaydi. Payg'ambarimiz chaqiradi u ayolni, "Meni zaharlabsan-a?" desa, "Ha" deydi, ochiq aytadi. Bu badbaxtlarda ochiq aytish sifati ham bor. Aytdi-ku, Iso ibn Maryamni o'ldirganmiz deb ochiq aytadi bular. Yolg'on, gunohni turi, isyon bular uchun cho'tamas. Xohlagan gunohni qilishaveradi va bilarak qilishadi. Shuning uchun ham mag'dubi alayhim, ularga Alloh g'azab qilgan. Eng la'nati qavm deydi Alloh taolo. Man ja'ala minhumul qirodata wal khanazir, ulardan maymun va to'ng'izlarni yaratgan, qilgan. Maymun va to'ng'izlarga aylantirib yuborgan qavm bularni. Shunaqa la'nati qavm. Shunda hali yahudi ayol, "Men saharladim sizni" degan edi. Nimaga dedi payg'ambarimiz? "Agar payg'ambar bo'lsa, o'lmaydi" dedim. "Payg'ambar bo'lmasa, qutulamiz bundan" dedim. Payg'ambarimiz ochiq aytganligi uchun qo'yib yuboradi. "Qo'yib yuborlar bu ayolni" dedi. U ayol keyin ketyapsa, payg'ambar orqasida bo'lib ishlaylar dedi. Nima uchun? Va boshqa sahobiy yeb qo'yadi taomda. Vafot etadi. Zaharlanib qoladi. O'sha sahobaga had qasos o'laroq jonga jon, keyin u ayolni keyin o'ldiriladi. Shunday. Bu qavm yahudiylar badbaxtlar, isyonlari ko'p, payg'ambarlarni o'ldirganmiz deb bilishadi. Alloh taolo ularning bir so'zini hikoya qiladi. Bular shu dunyoda yashashar ekan oxirat borligini bilishadi, iymon keltirishadi. Faqat ichidan bilmaganlari oxirat hovlisida ham bizga yaxshi kunlar kutyapti bizni deb bilishadi. Bilganlar esa ular uchun do'zax kutayotganligini bilishadi. Va umumiy suratda bular biz do'zaxga bitta kirib chiqamiz deb bilishadi. Yahudlar e'tiqodlarida. Qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat deydi Alloh taolo. Bu yahud badbaxtlar aytishyapti deydi Alloh taolo. Bizga do'zax o'ti sanoqli kunlarda yetadi deb aytishyapti deydi. Qaysi kunga? O'sha shanba kuni ov qilmanglar deb aytganida Alloh taolo ular juma kechasi ovlarini to'plab qo'yib baliqlarni shanba kuni tegmasdan bozor kuni yig'ishtirib olishibganida Alloh taolo bularni maymun to'ng'izlarga anatib yuborgan edi. O'sha qilgan gunohimiz bor deb da'vo qilishadi. O'sha gunohimiz uchun bitta do'zax kirib chiqamiz biz. Yengil, sanoqli kunlar do'zax bu xuddi bularga katta xolasining hovlisidek, kirib chiqamiz deyshadi. Sanoqli kunlar yetadi deydi. Inna yawman 'inda robbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun deydi Alloh taolo. Alloh taoloning huzuridagi sizlarning kuningiz bir kuningiz. Allohning kunidagi 1000 yil ka alfi sana 1000 yilga teng deydi. Mimma ta'uddun sizlar sanayotgan 1000 yilga teng deydi. Alloh huzuridagi bir kun sizlar sanayotgan 1000 yilga teng deydi. Sanoqli kunlarda bular shu 1000 yilga teng keladigan kunlardan sanoqli kunlarga kelib chiqishyapti. Tasavvur qiling endi. Necha yil, qancha 1000 yil o'zlarini tilmayotganda kelib chiqamiz deb ochiq aytishyapti. Isyonkor qavm ular oxiratga ishonishadi, lekin ozgina muddatga kelib chiqamiz deydi. Xulosa shuki, mo'min ham, uni keyin gapirib oldim ular haqida. Mo'min ham, musulmon ham, ahli kitoblar ham oxirat borligiga iymon keltirishgan. Faqat yashash tarzida farq qiladi va bir-birlarining hayotlariga solishtirishadi. Mo'min, musulmon ham ba'zi bir iymoni zaif musulmonlar solishtiradiki, garchi o'zi namoz o'qib tursa ham alam qiladi deydi. Dunyoda ham qiynalib turib, oxiratda ham qiynalib, amaldan qabul bo'lmasdan do'zaxga ketib bo'lsing, deb turib ba'zi johil kimsalar gapirib qoladi. Alam qiladi deb turib, yo'q. Agar iymon bor ekan musulmondan hech qachon o'tkazmaydi. Abadiy qolib ketishadi-yu, o'zi aslida jinday kirib chiqishdan ham Alloh saqlasin. Hamma qilingan gunohlar agarda Alloh taoloning fazl va marhamatini umid qilib yashalsa, haqiqiy tavba qilib yashaladigan bo'lsa, Alloh taologa hech qanaqa qiyin emas gunohlarni kechib yuborishlik. Yer to'lalig'icha, yer qobig'ini to'lalig'icha dedi hadisda qudsiyda. Gunoh bilan kelmaysanmi ey odam bolasi dedi Alloh taolo. Kechirib olaman dedi. Vala ubari dedi. Qarab o'tirmayman dedi. Agar samimiy tavba, samimiy umid bo'lsa, amallardan mag'rurlanish bo'lmasa, gunohlarni kamsitish bo'lmasa, gunohlarni og'ir olib men badbaxt shu gunohlarni qilib qo'yapman degan afsus, nadomat bo'ladigan bo'lsa qalbda, agar qalbda Alloh taolo o'sha narsani ko'rsa, o'zi aytdi. Kechirib olaman senga dedi. Vala ubari dedi. Bu xususan yashirilgan gunohlar. Katta gunohlar bo'lishi mumkin, lekin yashirilgan bo'ladi. Alloh taolo xos o'sha bandani mo'minni o'zini kanafa soyasi bilan uni to'sib turib qolganlardan deydi hadisda payg'ambarimiz.
uni yuqarriruhu bi zunubihi gunohlarini iqror qildiradi. Mana gunohlarni eslayapsanmi, ko'ryapsanmi, e'tirof qilasanmi? U e'tirof qiladi, Robbim bilaman deydi. E'tirof qiladi. Chunki dunyoda e'tirof qilib yurgan banda oxiratda ham e'tirof qilishi oson bo'ladi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz istig'forni sayyidan o'rgatdilar. Istig'forni sayyidi borida Allohumma anta robbi. O'sha istig'forni sayyidining orasidan nima deb keladi? O'sha Hisnul Muslim, musulmon Qur'oni degan kitobda hammalar yodlagansizlar. Ko'pchilik inson yodlagan baribir. Ertalab kech paytki zikrlar qatorida bor. Musulmon odam bilishi zarur. Bu duoni qilib yurish kerak. Orasida keladiki, Abu Ulaka bizambi deydi. Senga men Parvardigor gunohlarimga e'tirof qilaman. Ertaga kech shu e'tirofni aytib yurilsa, sidqi dildan tushunib bilib, oxiratda ham inson e'tirof qilish oson bo'ladi. Agar dunyoda e'tirof qilmaydigan inson bo'lsa, tonadigan, o'zini o'zi aldaydigan bo'lsa, oxiratda ham aldab ko'radi bilsanglar. Qonib ko'radi, yo'q, men shunday qilmaganman deydi. Shunda og'ziga muhr bosiladi. Oyoq, qo'l gapiradi, oyoq gapiradi, farj gapiradi, son gapiradi. Iqror qilishadi. A'zolar o'ziga qarshi guvohlik o'tadi. Agarda oxirat dunyoda e'tirof qilib yurgan bo'lsa, oxiratda ham e'tirof qilishligi oson bo'ladi, Allohning ketishligi naq bo'ladi. U naq bo'ladi. Gunohlarini tan olganda Alloh taolo nima deydi? Dunyoda senga men yashirib qo'ygandim, hozir sharmanda qilaymi deydi-da, kechirdim deydi. Kechivardim deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga sahobalarning ba'zilari kelishdida aytishdi: "Ya Rasululloh, ey Allohning rasuli, boylar ajrlarni olib ketishyapti" deydi. Yusalluna kama nusalli. Biz qanday namoz o'qisak, xuddi shunday namoz o'qiyapti. Va yasumuna kama nusum. Xususan namoz masalasida agarda boy odam buni namozni qanday rizqni ziyoda qilishligini bilib qolsa boru, shunday boylarni bilamiz, 5 mahal namoz masjidda o'qiyotgan qoladi. 5 mahal namoz masjidda o'qigan odamning rizqi juda ham mo'l ko'l bo'ladi. Alloh o'zi bunga va'da qilgan. Va amur ahlaka bis-salati was-sabir 'alayha la nas'aluka rizqa. Ahlingizga namozga buyuring, ustida mahkam turing, biz sizdan rizq so'ramayapmiz deydi. Namozni 5 mahal namozni masjidda o'qigan odam hech qachon rizqda tanglik topmaydi, qiyinchilik bilmaydi. Ular biz qanday namoz o'qisak, xuddi shunday namoz o'qishyapti boylar. Biz qanday roza tutsak, xuddi shunday roza tutishyapti. Bitta ortiqcha ish ham qilishyapti. U ishni biz qila olmayapmiz. Mollarini ortiqchasini ular sadaqa qilishyapti. Endi bizda yo'q narsa. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatdilar. Sadaqa faqat molga oid emasligini aytdilar. Sadaqaning turi ko'p. To'g'ri, bir turi mol bilan qilish. Ki mol bilan qilishda ham Allohning fazlini qarangki, masalan 1000 so'm ihson qilgan bilan 20 so'm ihson qilganni Alloh taolo bir-biridan farqli qilib qo'ymadi. 1000 so'm sadaqa qilgan odam bo'ldi, jannatga kirdi, qo'liga kiritdi-yu, 20 so'mda ihson qilgan odamdagi juda ham oz deb e'tibor qilinmadi. Yo, aksincha, Alloh taolo miqdorga qarab qabul qilmaydi. Alloh taolo qalbdagi narsaga qarab qabul qiladi va insonning imkoniyatiga qarab qabul qiladi. Gohida shu 20 so'm ihson qilgan odamnikini 1000 so'm ihson qilganligidan ko'ra qattiqroq, ustunroq qilib qabul qiladi. Buni sababi bu odam o'zi boy. Buni o'zi puli ko'p o'zi buni. Uncha 1000 so'm hech narsa emas. Masalan, gohida masalan 1000 so'mda ihson qilib qo'yib turib, ko'rsatib qo'yib bildirib turib ihson qilib qo'yadi-da, bildirmaydi, keyin qolgan paytlarda UFC'ni jangini tomosha qilish uchun Dubayga borib kelaveradi masalan. Indamasdan, bildirmasdan. U odam uchun bu pullar hech narsa emas. Lekin uni muqobilida o'zi bechara 20 so'm oylik ishlaydi. 20 so'm oylik hozirgi kunda bilib turibsizlar, ahvol juda qiyin, asli qiyin. Lekin 20 so'mni ihson qilib turayotgan bo'lsa, buni 20 so'mi mana katta pul topayotgan, UFC'larga borib kelayotgan, dunyoning xohlagan joyiga borib dam olib kelayotgan boyni 1000 so'mini oldidan ustun turadi buniki. Aniq ustun turadi. Xuddi shunaqa Alloh taoloning bu mehribonligi ekanda. Buni qissasini bilasizlar, dalilini. Dalili o'sha Tabuk g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hammani sadaqaga targ'ib qiladilar. Umar roziyallohu anhu mana bugun men Abu Bakrdan o'tib ketaman dedi. Umar roziyallohu anhu mablag'ini, miqdorini zikr qilmaydilar. Bu zot ham shariat odobi bilan odoblangan, payg'ambarimizning ta'limini olgan zot bo'lganligi uchun balkim u zotni qilayotgan ihsoni ko'p bo'lishi mumkin edi. Haqiqatan ham miqdori ko'p bo'lishi mumkin edi. Uyga bordim dedi. Bor boyligimni teng ikkiga bo'ldim dedi. Rosmona yarmini oldimda o'zimga o'zim aytdim. Mana bugun Abu Bakrdan o'tib ketdim deb aytdim dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelib qo'ydim. Payg'ambarimiz: "Ey Umar, uyingga nima qoldirding, ahlingga nima qoldirding?" dedi. "Ya Rasululloh, ahlimga ham xuddi shunga o'xshaganini qoldirdim" dedi. Ya'ni yarim mulkini olib kelgan edi. Payg'ambarimiz: "Barakallohu laka fi ahlika va malika" dedilar. Ahlingga va molingga Alloh baraka bersin dedi.
rahmat deb xursand turuvdi. Abu Bakr kelib qoldi. Abu Bakrda qancha narsa olib kelganligini Umar roziyallohu anhu zikr qilmadilar. Balkim Umar roziyallohu anhu olib kelgan narsani undan biridir. Olib keluvdi payg'ambarimiz Abu Bakr uyingga nima qoldirding ahlingga dedi. Alloh va rasulini dedi. Ya'ni fidokorlik beda e'tiborga olinyapti. Qalbdagi narsa e'tiborga olinyapti. Umar roziyallohu anhu aytdiki, Abu Bakr dedi, la usabiquka abada dedi. Qaytib sendan men o'tolmayman ekan dedi. O'tolmas ekanman sendan dedi. Bugun men amin bo'ldim, taslimman dedi. Men sendan hech qachon o'tolmas ekanman dedi. Bu o'sha qalbdagi fidokorlik ko'proq e'tiborga olinadi. Ha? Insonni qilayotgan qalbidagi narsa e'tiborga olinadi ko'proq. Payg'ambarimiz u sahobalarni tinchlantirdilarda aytdilarki, "Avvalaysa qad ja'alallohu lakum ma tasaddaquna bih." Alloh sizlar uchun sadaqa qiladigan imkoniyatlarni qilmadimi dedi boshqa. Boshqa ishlar ham bor-ku sadaqa qilgan dedi. Inna bi kulli tasbihatin sadaqa. Har bir subhanalloh sadaqa dedilar. Tasbih sadaqa. Va kulli takbiratin sadaqa. Har bir takbir sadaqa. Allohu akbar deb aytish sadaqa. Va kulli tahmidatin sadaqa. Har bir alhamdulillah deb aytish sadaqa. Va kulli tahlilatin sadaqa. Har bir tahlil la ilaha illalloh deb aytish bu sadaqadir dedilar. Va amrun bil ma'rufi sadaqa. Bir insonni munkardan qaytarib qo'yishlik bu ham sadaqa dedilar. Qizi yarim yalang'och yurgan bo'lsa, birodar, namozga kelasan oldimizga, zo'rsan, yaxshisan, faqat shu halimlikni yo'qot. Va xotiningni tarbiya chaqir, qizingni tarbiya chaqir, unaqa qilma, birodar deb gapirish, biz munkarni oldin olish. Dayuslikdan qaytarish, uni turi ko'p endi. Bir munkardan qaytarish dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Sadaqa, yaxshilikka buyurish ham sadaqa. Namoz o'qimaydigan inson namozga chaqirib qo'yish, bu savob kelaveradi sizga. U boy ehson qilib savob ishlayotgan bo'lsa, siz bir inson namozga olib kelib qo'ydingiz, u qancha namoz o'qisa sizga shuncha savob kelib turaveradi endi. Bir insonni roza tutishni tushunmasligidan, bilmasligidan roza tutadigan qilib qo'ydingiz. Ko'zim bilan ko'rdim. Qo'shni diyordan kelib qolgan bir inson bilan gaplashdim. Endi johil ekan. Namoz o'qishni bilasizmi desam, yo'q deyapti. Umringizda namoz o'qiganmisiz desam, yo'q deyapti. Mendan bir 3-4 yoshgina bola. Umringizda namoz o'qimaganmisiz desam, o'qishni ham bilmayman dedi. Qo'ysiz dedi. Subhanalloh. Ta'sirlanimda kitob olib berdim qo'liga, jinda u birisi gapirgandek bo'ldim. Tushuntirgandek bunday bo'ldim, kitobdan qolganini ko'rib olarsiz dedim. Qiziqdi, jinda suhbatlashgandan keyin qiziqib men gaplashib endi o'qiyim kelyapti, qiziqib qoldim dedi. Bitta insonni namozga chaqirish, namoz o'qishni o'rgatib qo'yish, bundan keyin u odam qancha namoz o'qisa, xuddi shuncha ajrsiz kelib turadi endi. Xuddi shuncha ajrsiz kelib turadi. Yaxshilikka buyurish sadaqa dedilar. Yomonlikdan qaytarish sadaqa dedilar. Xuddi shunday yaxshilik o'lgandan keyin davom etgani kabi, yomonlik ham o'lgandan keyin davom etadi. Hozirgi kunda internetda sahifa ochib qo'yish, sayt ochib qo'yish degan narsalar oson, juda oson. Insonlar ikki xil yo'l bilan buni ishlatishyapti. Ba'zilar uni yaxshilik ishlasa, ba'zilar yomonlik ishlatyapti. Madinada bir ustozimiz bo'lardi. Shu doktor bo'lgan ustozlarimizdan ba'zilari shu suhbatida shu Hanafiy mazhabida muxtasar hikoyani o'qib o'tirsak, aytib bergandilar, ta'sirlanib. Bir arab sheyx ustozimiz aytib berdilar bizga deb turib aytib bergandilar. Bir inson bo'lar ekan, sayt ochishni bilar ekanda, o'zini pasportiga, saytlar pasportiga ochilar ekan. Pasportiga sayt ochgan ekan, unga videolar yuklashni boshlagan ekan. U videolar o'sha juda ham behayo videolar ekan. Behayo videolar ekan. Bu odam vafot etib qoldi deydi. U sayt ishlayapti lekin deydi. Ko'ruvchilar ortib boryapti deydi. U saytdan foydalanuvchilar ortib boryapti deydi. Lekin egasi o'lib ketdi deydi. Qarab turib achindim deydi. Orqasidan tinmay gunoh boryapti ya deb achindim. Hali shay aytibdi, "Yo'q, qidirdim, ilojini topa olmayapman" deydi. Egasi o'zi bo'lish kerak ekan deydi. Shu odamni o'zi bo'lish kerak debdi. O'zi yopilmaydi bu sayt deb o'ylashmabdi. Yoptirib olaylik, shu odamni o'lib ketdi, shu ajib orqasidan gunohi bormasin shunga desak ilojini qila olmadik deyapti, degan ekan. Pasportini o'zini olib borsa ham foydasi yo'q ekan, o'zi kelish kerak deb aytishar ekan. Aytishgan ekan, bu voqea meni ko'p bo'ldi biz eshitganimizga. Savob ham borib turgandek, gunoh ham borib turadi. Shuning uchun inson nimani ekayotganiga bir sira qarab qo'yish kerak dunyoda. Nimani qoldirayotganiga juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Bu dunyoda boshqa kunda zo'r va savob ishlayotgan bo'lsak, orqamizdan o'sha savob davom etib tursa qanday bir baxt, qanday bir fazilat bu.
Endi bir ba'zi gunohlarni qilib qo'yib turib, qanday dunyoda pushaymon bo'lamiz? Endi shu qilib qo'ygan gunohlarimiz orqamizdan doimiy suratda gunoh borib turishligi qanday bu baxtsizlik bu? Qanday bir achinarli holat bu? Masalan, va fi bud'i ahadikum sadaqah dedilar. Sizlarni biringizni bu nima? Ya'ni ayoliga yaqinlik qilishga ishlatiladi. Bud'i ayoliga shahvat bilan borishida ham sadaqa bordir deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar berdilar. Shunda sahobalar hayron bo'lishdi. Ya Rasululloh, to'g'ri ma'noda hayron bo'lishdi. Bizni birimiz shahvatiga keladi, shahvatini o'tagani, qondirgani keladi va yakunu lahu fiha ajr, u odamga ajr bo'ladimi deyshudi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular kelgan tushuncha bilan javob qaytardilar. O'zlari kelgan tushuncha bilan uzoqqa borib o'tirmadilar-da, o'zlari aytgan tushunchani o'zlariga qaytarib berdilar. Aroaytum, bir o'ylab ko'ringlar-chi dedilar. Agarda uni haromga sarf qilganda, zinoga sarf qilganda, unga gunoh bo'larmidi? Qalu ha ya Rasululloh, gunoh bo'lar deyshudi. Xuddi shuningdek, fakazalika iza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Buni halolga sarf qilsa, unga ajr bo'ladi. Ba'zi ulamolar tashbih qilishadi. Agar niyati yaxshi bo'lib, ayolini oldiga to'g'ri niyatda tahoratlar bilan yaqinlashsa, xuddi ikkita bargni bir-biriga urgandek gunohlar to'kiladi deganlar ham bor. Ikkita bargni bir-biriga ursangiz gunohlar qanday to'kilsa, ayni hozir dalili esimda yo'q, shu ahli ilmlar gapidan eshitganimni aytayapman. Agarda bu dalili bo'lmasa e'tibor qilmaysizlar, dalili bo'lsa xursand bo'lib ko'rasizlar. Shunaqangi bir fazilatli, sharafli bu ish ekan bu ham. Bunda ham demak sadaqa bor ekan. Alloh subhanahu va taolo bugungi ushbu suhbatimizni barchamizga manfaatli qilgan bo'lsin va suhbatimiz asnosidagi chala qolib ketgan so'zlar bo'lsa, yetkazilmay qolgan so'zlar bo'lsa, bu ilmsizligimizdan agarda bir yaxshi yetkaza olgan bo'lsak, bu Alloh taoloning fazli. Oxirgi so'zlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Ibn Saymiy rahmatullohi alayhi butun foydalariga to'xtab o'tirmadik. Chunki har darsdagi foydaga to'xtab o'tadigan bo'lsak, har bir foydan o'zidan foyda kelib chiqaverar ekan, suhbat cho'zilib ketib qoladi. Oxirgi foydaga qisqacha to'xtab qo'yamiz. U zot 10 ta foyda keltirgan ekanlar. 8-foyda o'laroq bu hadisdan shunday deydilar. Husnu ta'limin nabiy sallallohu alayhi vasallam haythu darabal masala allazi yaqtani'u bihi al-muhatab. Muhatab eshituvchi odam qanoatlanadigan misolni keltirdilar deydi. Aytdik-ku, o'zlari olib kelgan tushunchani o'zlariga qaytardilar deb aytdik-ku, o'shani aytayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uslublari doim shunday bo'lgan. Da'vatchi, ahli ilm domlalarining uslubi ham xuddi shunday bo'lishi kerak. U zotga ergashish kerak. U zotdan o'rganish kerak. Masalan, uzoqlarga ketib qolmasdan, o'zini ham qiynamasdan, o'sha inson qiynalgan shariatda, chunki men aytmoqchi bo'lgan narsa shu, to'xtalishimdagi asl maqsadim shu edi. Gohida savdo masalalarida, ribo ahkomlarida o'rganar ekanmiz. Ko'pchilik akalar u ribo, hamma yo'lda ribo bor ekan unda. Yashash turmush tarzimiz hamma yo'lda ribo bo'lib ketibdi deb turib gohida siqilib qolishadi. Hatto bir akamiz, valutchi akamiz siqildida, bo'lmasam dedim, men valutchilik yig'ishtirib turib, tashqariga pista sotib o'tirgani bir joy qilib olsam bo'lar ekan, bundan keyin pista sotsam bo'lar ekan, bundan keyin devordi. Ya'ni yo'q, aslida bu shariatdan uzoqlashib ketganligimiz bizni ayb emas, bu shariatning aybi emas. Chunki bironta savdogar akamiz, bironta savdogar inson asl mana shu savdo ilmini o'rganmasdan boshlaganda, shariatga qarab qo'ygan bo'lganda halol eshiklarni shariat ko'rsatadi. Shariatimiz butunlay eshikni yopib qo'ymaydi. Zino eshigini yopdimi, nikoh eshigini to'rttagacha ochib qo'ydi. Agar cho'rlar bo'lsa, cho'rlarni ham ochib qo'ydi mana. Imkon bo'lsa. Xuddi shunday savdo ilmida riboni harom qildimi, savdo eshigini ochib qo'ydi. Faqat savdo eshigini ham bir necha barobar qilib ochgan. O'sha ochiq eshiklarni qidirish kerak, xolos bo'ldi. Har bir yopilgan, harom yopilgan mavzuda bunda qidirsa yonboshida halol eshik chiqadi baribir. Halol ko'rinishi bo'ladi baribir. Birinchi o'rganganda faqat o'zi qilib turgan ish bo'lganligi uchun to'g'ri, bu afsus nadomat yaxshi narsa, bu pushaymonlik yaxshi narsa. Keyin butunlay tasavvuramiz, bu bo'lmaydi ekan deyishlik yaxshi emas. Yo'q. O'sha ishingizda yaxshilab o'ylaning-da, Alloh siz uchun boshqa halol eshik ochib qo'ygan. Ayni mana shu mavzuda o'zida yo'q. O'shani o'rganish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uzoqqa borib o'tirmadilar. U odam sahobalar o'zlari tushungan tushunchani o'zi bilan qaytarib o'zlariga qanoatlantirib qo'ydilar. Bu dinimizni go'zalligi, islom dinimizni bag'ri kengligiga bu dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taolo ushbu dinimizga chiroyli amal qilib o'tishimizni nasib qilgan bo'lsin.
آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. Allohim biz sendan foydali ilm, pokiza, keng rizq hamda maqbul amal so'raymiz. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.